Ingliz tilini tez va samarali o'rganish uchun 5 daqiqada. Birinchisi, maqsadingizni aniqlab oling. Siz nima uchun aynan ingliz tilini o'rganyapsiz va aynan ingliz tili sizga qanday imkoniyatlar yaratadi? Shu haqida bir o'ylab ko'ring. Ikkinchisi, muntazam tarzda shug'ullaning. Muntazamlik bu muvaffaqiyat kaliti. Uchinchisi, ko'proq muloqot qiling. Nafaqat ingliz tili, balki boshqa tillarni ham o'rganmoqchi bo'lsangiz, o'sha tilda ko'proq muloqot qiling. Bu sizga o'sha tilni aktivlashtirish va tez dil olish uchun yordam beradi. To'rtinchisi, o'zingizni ingliz tili bilan o'rab oling. Ya'ni telefon, kompyuter, programmalar tilini ingliz tiliga o'zgartiring. Ko'rayotgan videongiz, o'qiyotgan kitobingizni iloji boricha ingliz tilida o'qishga harakat qiling. Beshinchisi, vaqtingizni behuda sarflamang. Ijtimoiy tarmoqlarda tuganmas videolarni ko'rishga sarflayotgan vaqtingizni qandaydir foydali ish qilish yoki til o'rganish uchun sarflang. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'ling.